Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz otaxonlar va onaxonlar. Men sizning huquqiy maslahatchingiz, nafaqaxo'rlar huquqi bo'yicha mutaxassis va bugun siz juda muhim bir yangilikni, ya'ni prezidentimizning barcha pensionerlarga 1 million so'mdan bir martalik yordam puli tarqatilishi haqidagi qarorining eng muhim tafsilotlarini va bu sizning hayotingizga qanday ta'sir qilishini batafsil bilib olasiz. Ha, aynan shunday, birdaniga katta miqdordagi pulning cho'ntagingizga kelib tushishi haqiqatmi yoki yana bir mishmishmi degan savol ko'pchilikni o'ylantirayotgan bo'lsa kerak. Bugungi videomizda biz aynan shu savolga aniq javob beramiz va barcha noaniqliklarga oydinlik kiritamiz. Siz bir umr tinimsiz mehnat qildingiz, aziz vatandoshlarim. Yillar davomida ter to'kdingiz, el-yurt ravnaqi uchun jon kuydirdingiz. Kimdir dalada paxta yetishtirdi, kimdir zavodda temirchilik qildi, boshqalarimiz esa farzandlarimizni o'qitib, ularga bilim berish bilan mashg'ul bo'ldik. Sizning yoshligingiz urushdan keyingi og'ir yillarga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. O'sha paytlarda non topishning o'zi katta baxt edi. Ba'zilarimiz esa mustaqillikning ilk qiyin yillarida qiyinchiliklarga qaramay, yurtimiz taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shdik. Endi esa qarilik gashtini surish, nabiralar quchog'ida hordib chiqarish o'rniga ko'pchiligimiz har bir tiyinni tejashga, narxi ko'tarilayotgan dorilarni olishga, kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lashga majburmiz. Ha, bu achchiq haqiqat. Shunday vaziyatda davlatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan har qanday yordam nafaqat moddiy ko'mak, balki butun bir umr qilgan mehnatingizga berilgan yuksak baho, sizga bo'lgan cheksiz hurmatning ramzi hamdir. Ammo, azizlar, savol tugiladi. Sizningcha, bir umrlik mehnatga yarasha qanday pensiya olishingiz kerak edi? Necha yil stajingiz bor? Qaysi sohada mehnat qildingiz? Bugungi pensiyangiz sizning mehnatingizga to'liq munosibmi? Iltimos, bu savollarga kommentariyalarda javob bering. O'zingizning shaxsiy hikoyalaringizni, tajribalaringizni biz bilan bo'lishing. Sizning fikringiz biz uchun, butun jamiyatimiz uchun juda qimmatli. Bu sizning shaxsiy tajribangiz orqali biz umumiy muammolarga yechim topishga intilamiz. Aziz do'stlar, shu kabi muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik, pensiya qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlardan, hukumat qarorlaridan doimo xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Chunki sizning huquqlaringizni himoya qilish, sizga ishonchli va dolzarb ma'lumotlarni yetkazish bizning asosiy vazifamizdir. Bizning kanalimiz orqali siz har doim to'g'ri va tasdiqlangan ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Keling, biroz orqaga qaytaylik va avvalgi yillarda ahvol qanday bo'lganini eslaylik. Esingizdami, oziq-ovqat narxlari osmonda edi. Bozordagi har bir mahsulotning narxi kun sayin o'zgarar, kommunal to'lovlar tobora oshib bormoqda. Dorilar esa xarid qilish qiyin bo'lgan darajada qimmatlashib ketgan edi. Ko'pchilik pensiya puli yetmasligidan shikoyat qilar, oilasini ta'minlashda qiyinchiliklarga duch kelar edi. Ba'zilarimiz farzandlarining yordami bilan kun ko'rar, ular ota-onalariga moddiy va ma'naviy yordam berishga intilar edi. Boshqalarimiz esa nafaqaga chiqqan bo'lishimizga qaramay, yoshimiz o'tganiga qaramay, qo'shimcha daromad topishga majbur edik. Bozorga chiqib mayda-chuyda savdo qilish, hovlida dehqonchilik qilish, tikuvchilik yoki boshqa hunarlar bilan shug'ullanib, oila budjetiga oz bo'lsa-da hissa qo'shishga majbur bo'lar edik. Har qanday yordam puli haqidagi xabar quvontirar edi-yu, ammo uni olish tartiblari shunchalik murakkab ediki, ko'pchilik qo'l siltab qo'ya qolar edi. Hujjatbozliklar, turli idoralarda navbatlar, tushunarsiz byurokratik jarayonlar, hatto ba'zan bir dona ma'lumotnoma uchun bir necha kunlab vaqt sarflashga to'g'ri kelardi. Bu holatlar ko'plab pensionerlarimizni ruhan va jismonan charchatardi. O'sha paytlarda davlat tomonidan ko'rsatilgan yordamlar ham ko'pincha kichik miqdorda bo'lib, jiddiy muammolarni hal qilishga yetmasdi. Ammo bugungi vaziyat butunlay boshqacha, azizlar. Bugun biz shaffoflik va tezkorlik davrida yashamoqdamiz. Hukumatimizning har bir qarori xalq manfaatini, ayniqsa yoshi ulug' insonlarimizning ehtiyojlarini inobatga olgan holda qabul qilinmoqda. Xo'sh, kimlar ko'proq xavf ostida? Albatta, yolg'iz yashovchi pensionerlar, ya'ni oila a'zolari yordamiga tayanmaydigan, o'z kunini o'zi ko'radigan insonlar. Shuningdek, nogironligi bor fuqarolarimiz, ularning kundalik ehtiyojlari va doimiy davolanishlari ancha xarajat talab qiladi. Eng kam pensiya oluvchilar hamisha moddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi, chunki ularning pensiyalari minimal hayot kechirish uchun ham yetarli bo'lmay qoladi. Ularning hayotini yengillashtirish, munosib turmush darajasini ta'minlash davlatimizning ustuvor vazifalaridan biridir.
Prezidentimizning bu qarori aynan ana shunday himoyaga muhtoj qatlamlarga qaratilgan bo'lib, ularning ogirini yengil qilishga, hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Lekin shuni ham tushunishimiz kerakki, har bir qaror umumiy tizimning bir qismi xolos. Keling, biroz mushohada qilaylik. Bizning jamiyatimizda qariya degan so'zning o'zi azaldan hurmat va ehtiromni, donishmandlikni va hayot tajribasini anglatadi. Sizning yoshlarga o'rnak bo'lib, hayotning barcha qiyinchiliklarini yelkangizda ko'targan insonlarsiz. Sizning har bir qadamlaringiz, har bir so'zingiz biz uchun ibrat. Bugungi kunda sizning munosib qarilikni ta'minlash, tinch va farovon hayot kechirishingiz uchun sharoit yaratish hukumatimizning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Va aynan mana shunday bir martalik yordam pullari, garchi doimiy yechim bo'lmasa-da, hozirgi kunda juda katta ahamiyatga ega bo'lib, ko'plab insonlarning ogirini yengil qilishga xizmat qiladi. Bu shunchaki pul emas, balki davlatning o'z fuqarolariga bo'lgan g'amxo'rligi, minnatdorchiligining ifodasidir. Bu sizning mehnatlaringiz beqadr emasligini, jamiyat sizni unutmaganligini ko'rsatadi. Azizlar, endi yana bir savol bilan sizga murojaat qilmoqchiman. Siz bu 1 million so'm pulni nimalarga sarflamoqchisiz? Ehtimol, uzoq vaqtdan beri sotib ololmay yurgan dorilaringizga, balki uyingizdagi ta'mirtalab buyumlarni tuzatishga yoki nabiralaringizga kichik bir sovg'a olishga, ularni xursand qilishga sarflarsiz. Ba'zi biringiz bu pulni zaxira qilib, kelgusi ehtiyojlar uchun yig'ib qo'yishni afzal ko'rar. Sizning har biringizning o'z ehtiyoji, o'z rejalari borligiga ishonamiz. Fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz, chunki sizning hikoyalaringiz boshqalarga ham ilhom beradi, bir-birimizga yordam berishga, biz esa sizning ehtiyojlaringizni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Sizning hayotingizdagi mayda-chuyda bo'lib tuyulgan narsalar ham biz uchun juda muhim. Bu pul sizning qaysi muammolaringizni hal qilishga yordam beradi. Xo'sh, bu pullarni qanday qilib olish mumkin? Bu eng ko'p beriladigan savollardan biri. Eng avvalo shuni ta'kidlash kerakki, bunday bir martalik yordam puli odatda hech qanday byurokratik to'siqlarsiz, avtomatik tarzda pensiya kartalaringizga o'tkaziladi. Bu degani sizdan hech qanday qo'shimcha hujjat talab qilinmaydi va buning uchun hech qanday idoraga, masalan, pensiya jamg'armasiga yoki bankka borishingiz shart emas. Siz shunchaki pensiya kartangizga pul tushganini tekshirishingiz kifoya. Bu juda qulay va tezkor yechim, ayniqsa yoshi ulug' insonlar uchun, chunki ularning sog'ligi yoki jismoniy holati doim ham uzoq yo'l yurishga yoki navbatlarda turishga imkon bermaydi. Agar sizda pensiya kartasi bo'lmasa yoki pul qandaydir sababga ko'ra yetib kelmasligidan xavotirda bo'lsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ammo esda tuting, faqatgina ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlarga ishoning. Hech kim sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank karta raqamingizni yoki uning PIN kodini telefon orqali so'ramaydi. Bunday harakatlar firibgarlik bo'lishi mumkin. Agar sizga kimdir telefon qilib, pensiya pullaringizni o'tkazish uchun kartangiz raqamini va maxfiy kodini ayting desa, darhol aloqani uzing va hech qanday ma'lumot bermang. O'zingizni firibgarlik qurboni bo'lishdan himoya qiling. Faqatgina O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, Davlat pensiya jamg'armasining veb-sayti va shu kabi davlat idoralarining ishonchli manbalarini kuzatib boring. Bizning kanalimiz ham sizga faqatgina tasdiqlangan va ishonchli ma'lumotlarni taqdim etadi. Shuning uchun bizga obuna bo'lish orqali siz har doim xavfsizlikda bo'lasiz. Bunday bir martalik yordam pullari nafaqat moddiy jihatdan, balki ruhiy jihatdan ham juda muhim ahamiyatga ega. Ular pensionerlarga o'zlarini jamiyatning qadrli a'zosi ekanligini his qilish imkonini beradi. Bu ularga o'zlariga g'amxo'rlik qilinayotganini, qilgan mehnatlari beqadr emasligini ko'rsatadi. Bu esa keksa yoshdagi insonlarimizning ruhiy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularning hayotga bo'lgan umidini, ishtiyoqini oshiradi. Pensiya yoshidagi insonlar ko'pincha yolg'izlik va e'tiborsizlikdan aziyat chekishadi. Davlatimizning bunday g'amxo'rligi esa ularga kuch bag'ishlaydi. Bu pul faqatgina doriga yoki oziq-ovqatga emas, balki qalbga quvonch ulashishga ham xizmat qiladi. Siz bu pulga ehtimol uzoq vaqtdan beri orzu qilgan kitobingizni xarid qilar, nabiralaringiz bilan sayrga chiqish uchun transport xarajatlarini qoplar yoki shunchaki bir choyxonaga borib, do'stlaringiz bilan suhbatlashib o'tirishga imkon topar. Har bir insonning o'z istagi, o'z orzusi bor. Bu 1 million so'm ana shu kichik orzularni amalga oshirishga yordam berishi mumkin.
Ko'rib turganingizdek, aziz do'stlar, prezidentimizning barcha pensionerlarga 1 million so'mdan bir martalik yordam puli tarqatilishi haqidagi qarori haqiqat va barcha pensionerlarimizga moliyaviy ko'mak berishga qaratilgan amaliy qadamdir. Bizning mamlakatimizda yoshi ulug' insonlarga bo'lgan hurmat va ehtirom azaldan doimiy ustuvor bo'lib kelgan va bu an'ana bugun ham davom etmoqda. Davlatimiz ularni e'tibordan chetda qoldirmaydi. Ularning farovon hayoti uchun doimiy ravishda choralar ko'rmoqda. Bu shunchaki bir martalik yordam emas, balki sizning og'ir mehnatingizga, fidokorligingizga, el-yurt tinchligi va ravnaqi yo'lida qilgan beqiyos xizmatlaringizga bo'lgan chuqur minnatdorchilikning ifodasidir. Shunday ekan, aziz ustozlar, mehnat faxriylari, sizning hayotingizda ushbu 1 million so'm qanday o'zgarish olib keladi? Bu pul sizning qaysi muammolaringizni hal qilishga yordam beradi? Qanday xursandchiliklarni olib keladi? Rostdan ham bu haqiqat sizning hayotingizni yengillashtiradimi va sizni biroz bo'lsa-da xursand qiladimi? Javobingizni kommentariyalarda intiqlik bilan kutaman. Sizning har bir fikringiz, har bir so'zingiz biz uchun juda muhim. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.